Bugungi kunda To'ron bank aksiyadorlik tijorat banki tizimida faoliyat yurituvchi xodimlarning 30%ni yoshlar tashkil etadi. Ularning aksariyati endigina moliya tizimiga kirib kelayotgan yosh mutaxassislardir. Tabiiyki, har birining sohaga doir savollari, o'ziga xos tashabbus va takliflari bor. Ularni eshitish, inobatga olish, kezi kelganda amaliyotga joriy etish xodimlar uchun motivatsiya bo'lib xizmat qiladi. Bank boshqaruv raisining yoshlar bilan bo'lgan navbatdagi muloqot jarayonida ham ushbu jihatlarga ahamiyat berildi. Ochiq muloqotda bank tizimida faoliyat yuritayotgan 220 nafardan ortiq yosh xodimlar ishtirok etdi. Uchrashuvda yoshlarga oid davlat siyosati hamda 5 tashabbus doirasida bankda amalga oshirilishi lozim bo'lgan harakatlar rejasi ko'rib chiqildi. Hozirgi kunda To'ron bank ATBda biz kabi yoshlarga juda ham keng imkoniyatlar ochilgan. Ya'ni bunga misol qilib oladigan bo'lsak, mahalliy va xorijiy moliya institutlari bilan birga amalga oshirilayotgan seminar treninglar, shuningdek To'ron bank ATBda tashkil etilgan til to'garaklari bo'yicha o'tkazilayotgan to'garaklar, ya'ni biz kabi yoshlarga juda ham katta bu motivatsiya bag'ishlaydi. O'zim ham o'sha til to'garaklariga qatnashib tugatganman va bundan keyin mana hozir shu kunlarda bo'layotgan barcha chet el bilan bo'ladigan operatsiyalar, yozishmalarda asosan shaxsan men ham o'z hissam borligidan juda ham xursandman. 2019-yilda 400 nafarga yaqin yosh xodimlarning O'zbekiston banklar assotsiatsiyasi, Prezident huzuridagi davlat boshqaruv hamda bank moliya akademiyasi, mintaqaviy bank o'quv markazlarida malakalar oshirildi. Shu bilan birga iqtisodiy yo'nalishdagi oliy ta'lim muassasalarining 3 va 4 bosqich talabalari ham bank faoliyatiga jalb etilmoqda. O'tgan yili 70 nafar iste'dodli talaba ishga qabul qilindi. Toshkent moliya institutining bank ishi yo'nalishi bo'yicha 3-kurs talabasiman. To'ron bank tomonidan tanlov e'lon qilindi va bu tanlovda men muvaffaqiyatli ishtirok etdim va tanlovdan o'tdim. Shu munosabat bilan bizni To'ron bank o'z ishchilari safida ko'rishni ma'qul topdi va biz hozir darsdan bo'sh paytlarimizda ham ilmiy, ham amaliy faoliyatni birgalikda olib borgan holatda o'zimizni bilimlarimizni yanada mustahkamlab oshirib bormoqdamiz. Muloqot jarayonida ishtirokchilar O'zbekiston Yoshlar ittifoqi markaziy kengashi hamda yozuvchilar uyushmasi raislariga ham o'zlarini qiziqtirgan savollari bilan murojaat qilishdi. Xususan, Yoshlar ittifoqi dasturlarida yosh kadrlarning ish faoliyatiga ijobiy ta'sir qiluvchi qanday rejalar borligi bilan qiziqishdi. Har bitta tashkilotda mana biz hozir reja qilganmiz, ko'pchilikga yoqmasligi mumkin, men sizga yoqadi deb o'ylayman. O'rtacha vazirlik yoki o'sha tashkilotda yoshlarini belgilab chiqmoqchimiz. Ana Moliya vazirligining o'rtacha yoshi nechida? Necha yoshli odamlar ishlaydi? 32, 45, 57, 56. Keyin biz shunga qarab KPI'ni belgilab prezidentimizga taklif beramiz. Bu vazirlikda yoshlarni ko'paytirish kerak, ko'proq rahbarlik olib chiqish kerak, mana shuni qilish kerak. Men o'ylaymanki, mana shu o'zgarishlar sizga ta'sir qiladiganlari. Muloqot davomida bildirilgan har bir taklif va tashabbuslar yozib olindi. Ular o'rganilib, asosli fikrlar qo'llab-quvvatlanishi aytib o'tildi.